Assalomu alaykum. Sog'-salomatmisizlar? Bir joylarga kelganman. Sizlarga ham ko'rsatib, atmosferani ko'ringlar. Dedim, qaranglar, qayerga kelganman. Короче, mana bu tomon Kremlda. Mana shu Kreml orqa tomoniga xullas. Qanaqadir park. O'zim internetdan topib keldim. Rasmiy ham tushunmayapman, chunki bir o'zim kelganman. Hatto video qilay dedim sizlarga. Xullas, mana bu tomonga odamlar gavjum. Men shu qarab ketyapti, ammo Kreml ayni borganmiz. Biz yo'ldan tushib ketamizmi, yo pastdan tushadigan joy bor ekanmi? Aynan joy bor ekan shunday. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar videoni. Havo sovuq. Yoqamizni kommentariy yozib qoldiringlar, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Mana ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatib o'tirgan ekan. Obuna bo'lib kuzatinglar, 100 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi. Xullas, pognaly. Idamos embaixo para bir yıklasaysan, bir yıklasa da bir. Xullas, chiroyli joylarga borib video qilaman. Bo'lmasa video uzun bo'lib ketadi. Video oxirigacha ko'rsangizlar, na o'tib Kreml ham kirishi mumkin. Agar o'sha tomondan ochiq bo'lsa, bayram vaqtida ochiq bo'lishi mumkin. Shunaqangi такой момент sizlar ko'rmasam nima deydi. Ko'prik bor ekan, aynan olmiz ko'prikdan xullas. Vamos. Video oxirigacha ko'rsangizlar, joydan ko'rsataman. Xudoga kelganda o'zlarimni tushunib beradi. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Videoni yaxshi ko'rib o'tirish uchun qadashga kerak. Aynan chiqib ketganmiz. Eng qiziqi Moskvadan yaxayalan. Видимо, еще я думаю, попало. Нормально. А я тебя Нормально. Xullas, qaytolma. Sovuq. Ko'zim yaxmaldi. Shu joydan videoni yakunlaymiz. Chunki juda ham sovuqda bu. Gala soyida ham montaj qilib yozaman. Video yoqqan bo'lsa maksimalni podдержка qilinglar. Rahmat barchaga. Yaqinlab yozib qo'yamiz.